Bir xillarni nomerga ishqibozlar bo'ladi-yu, mana menga o'xshagan nomerga ishqibozlar bo'lsa, mana shu 707 ni ham topib berishadi. Assalomu alaykum. Okalar, Qurbon hayitga ham ozgina qoldi. Bilasizlar, 1-2 kun qo'yganda narx-navoli oshib ketadi, qaysi miqdorida. O'shaning uchun oldindan video qo'yamiz, nimagaki, okalar, narxini yovvosh qilib berishadi. Oldindan olib qo'ysanglar, boqib berish ham ichida, to'g'rimi? To'g'ri. Boqib berasizlar. Bu yerda 50 kilodan mana bu jonivorlarni qaranglar. 170 kilogacha qo'ylar bor. Mana buni tomosha qilinglar. Qo'yganlarni ichkarida ko'rsatamiz, keyinchi zo'r narsa qilishdi. Mana buni oxirida aytaman. Mana bu nomerlarni ko'ryapsizlarmi? Shokirboy o'sha kuni kelganda qassoblardan problema bo'lib qolmaydimi? Telefonni olmay, ko'tarmay, hamma birinchi kun so'ygisi keladi-da. Boydarlarga xudo xolisa shu yerdan qo'y olishsa, hech kimda muammo bo'lmaydi. Mana shu yerda so'yib, razdelka qilib, chiroyli qilib beramiz qo'ylarni. Xudo xolisa muammo bo'lmaydi. Ichkarini ham chiroyli qilib qo'yishdi, mana akkuratligini qaranglar. Shu bir xil domda turadiganlar ham bor-da. Mana shu Raycenter algoritm taraflar bu o'ziga yaqin joylarda domda turadiganlar bor. O'shalarga ham mana shu yerda so'yib berishadi. Domda sharoit bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Mana shu hovlisi borlarga hovlida ham so'yib berishadi. Kerak bo'lsa, domda turadiganlarga shu yerda ham so'yib, chotki hammasini mana shu ishligini bitirib beramiz. Xudo xolisa. O'g'ri bo'lib yurishmaydi. Mana shu yerda qo'y olishsa, hammasini bitirib, chotki qilib, razdelka qilib beramiz. Keyin yovvoshlarni ham ko'rsatdik. Mana o'ziga o'xshaganlar, mana qanaqa qo'ylarni olamiz. Xohlasanglar, mana bunaqa variantlari ham bor. O'ziga o'xshaganlar, mana shunaqa o'rtachalarni. Bu ham o'rtacha emas, lekin 100 kilo atrofida bular ham. Mana bularni ko'ringlar. Mana boquv zo'r. Lekin bular plus tarafi o'zligi o'sha kungacha boqib berishadi lekin. Oxirida aytaman degani mana bu 3 ta birra ko'ryapsizlar. Bu nimaga edi bu? Mana tushuntirib ayting. Bu baydirlarga bizdan qo'y olishsa, olib keling, ani tasman. qulog'iga metka urmaymiz, kraska sepmaymiz. Mana Olingan qo'ylar mashinani ajratib turadi, nomerlari bilan ajratib qo'yamiz. olib borganda ham chiroyli turadi. Bu yoqqa olib keling, yaqinroq. Mana bu narsani qaranglar, erinmasdan qilishganini. Bir xillarni nomerga ishqibozlar bo'ladi-yu, mana menga o'xshagan nomerga ishqibozlar bo'lsa, mana shu 707 ni ham topib berishadi, aka-ukalar. Mana shularni chiroyli qilib taqib yuboringlar mana. Bunaqasi. Olib borganinglar hamchi chiroyli bo'lib turadi-da. Qo'ylar bir-birinikiga aralashib ketmaydi. Kim olsa o'shani qo'yib chiqadi. Mana 3 qassobdan ham problema yo'q. Qassoblar ham hammasi shu yerda, yana qo'ygan bolalar ham bor. Uyaltirib qo'yishmaydi, xudo xohlasa. Bizdan jamoa xudo xohlasa uyaltirib qo'ymaydi, chotki qilib ishlarni bitirib beramiz. Narxini kelishtirib, arzon qilib berishadi, xudo xohlasa. Aka-ukalar boqib ham berish ichida.